Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi toza arashan qo'chqor sog'liq ishqibozlar. Akalar bir jup ona bola qo'yimiz yetib kelgan. Haqiqiy toza liniyaligidan olib boqaman degan aka-ukalarga nomerni qoldiraman, hamma ma'lumotini olasizlar. Xo'jakamlar olib kelganlar, Xudo xolasa aloqa chiqasizlar. Bolalari ham urg'ochi, Rustam aka? Bolalari ham urg'ochi. Onalari nechta tishi? 6-sini endi chiqaryapti. Yonidagi bola ikkinchisi bo'lsa kerak-a? Ya bir ya ikkinchisi. Shayda qochgan bo'lsa, ikkinchi bola. Quloqlari 20 plus, onalarniki. Bolalarnikini hali o'lchaganimiz yo'q, lekin o'ta go'zallaridan kelgan akalar. Xudo xolasa qo'y qilaman degan aka-ukalar aloqaga chiqasizlar. Bu qo'yni ko'rgan odam biladi o'zi qanaqa qo'yligini. Narxini telefonda o'zimiz kelishaman dedilar. Narxini aytmaymiz. Onalarning bo'yi 90 plus bor, onasiniki. 90 ga berilaveradi. Lekin plus qo'yiladi, Xudo xolasa. 90 plusda. Bolalarniki bir 70 plus, 75 ga yetib yetmagan chiqib qoladi. Haqiqatga tozasidan olib boqaman degan do'st birodarlarga tashlab qo'yasizlar. Ikkinchi bola, birinchi bola, ikkinchisiga Xudo xolasa qo'ylar yana qo'chqorda yurgan. Aloqaga chiqasizlar, nomerni qoldiraman. Qo'yimiz Namangan tepa qo'rg'onda turibdi. Xudo xolasa tozasidan olib boqaman degan do'st birodar tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Qo'ydi bo'yi bo'lak bir tema-yu, rangi bilan gazi o'ta bo'lak tema akalar. Haqiqiy zo'ridan boqaman degan aka-ukalar. Tashlab qo'yaverasizlar.